Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina, nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm muhterem sınıftaşlar. Yar birodarlar, men jamoat deb murojaat qilardim, okaxonlar deb murojaat qilardim. Ana Ramazonni bugun 23-kunlari oxirgi itkul minan niron dahasini 23-kuni sinfdoshlarimning qatorida iftorlik qilishni Alloh nasib etdi. Ergashjon birodarimizni xonadonlarida ko'p dasturxonda o'tiramiz. Shahrimizning ko'p joylarida Allohga hazar shukrlar bo'lsin, iftorliklar o'tkazdik shu bugungi kunga qadar. Yaqinda muxbirlar bilan suhbat bo'lib qolganda, qora aka siz uchun eng yaxshi o'tirgan dasturxon, eng yaxshi o'tirgan iftorlik qaysi deb savol berganlarida meni javobim onam bilan o'tirib xonadonimda qilgan iftorligim, o'zim bilan beg'ubor bolalikni birga o'tkazib bir sinfda o'qigan sinfdoshlarimning qatorida o'tirib o'tkazgan iftorligim men uchun eng juda chiroyli iftorlik degan javobni berdim. Mana o'sha iftorlik bugun nasib etdi. Og'aynimizning xonadonlarida, Ergashjon birodarimizning xonadonlarida sinfdoshlar, yor birodarlar bugun diydor ko'rishdik. 1971-yili shu mahallamiz hududidagi, ya'ni 117-o'rta maktabga chiqib, 81-yili maktabni tugatdik. Tugatgandan keyin mana hammamiz har xil kasb kamolot egalari bo'lib ketdik. Hozir nabiralarning buvasi bo'lib nafaqaga chiqqanmiz, ko'plarimiz nafaqa yoshiga yetdik. Mana endi bugun diydor ko'rishni Alloh nasib etdi. Biz bilan o'qigan yor birodarlar, biz bilan birga bir sinfda o'qigan sinfdoshlardan ko'plari o'tib ketishdi. Alloh rahmat qilsin. Men doim gapiramanki, Ramazonda bir gapni takror gapirishyaptiki, Ramazon mehmon, Ramazon g'animat degan gapni gapirishyapti, lekin aslida Ramazonga biz mehmonmiz. Ramazon kelasi yil qaytib keladi. 18-fevral kuni kelasi yil Alloh nasib etsa Ramazon oyi. O'tgan yil Ramazonda o'tirganlardan ko'pi bu yil yo'q. Bu yil mana 60-61 yoshga yetdik hammamiz. Chochlarimizga oq oralarda. Bolalikni beg'ubor kunlari. Shu mahallani changitib o'ynab yurgan joylarimiz. Otko'mar degan joy shu yerga katta ariq bo'lardi. Hozir bu ariqlar kichkina bo'ldi. Cho'milgan paytlarimiz, shu yerda tut yeb yurgan paytlarimiz. Hozir esga tushdi, o'shalarni bir xotirlab bolalikka bir qaytishga imkon tug'ildi. Eng yaxshi narsalardan bittasi bolalikka qaytish. Ulfatlar ko'p. Shaharda yor birodarlar ko'p. Lekin eng shularning ichida mahbub bo'lgan o'tirish, eng chiroyli bo'lgan o'tirish, begidir bo'lgan o'tirish o'sha sinfdoshlar bilan o'tirib bolaligingga bir qaytasan. Yoshligingga qaytasan, beg'ubor kunlarga bir qaytib, xotirlab, mana bugun Hasanxo'ja birodarimiz, Bahromjon, Ravshanjon, Abdulloh, Nuriddin, mana Abduvahab akam, Alisher akam, Tohir akam, Shuhrat akam, Abror akam, Ergash akam, hammalari sinfdoshlarimiz bilan biza diydor ko'rishdik. O'tganlarni endi Alloh rahmat qilsin. Endi shunday bir ulug' kunga to'g'ri keldiki, Qadr kechalari boshlangan kunlarda turibmiz. 26-kechadan 27-kechaga o'tar kechani Qadr kechasi deb odamlarimiz shu narsaga e'tiqod qilishadi, to'g'ri. Lekin Rasulullohdan rivoyat keltiriladiki, mashhur sahobalardan Salmon Farsiy degan zot payg'ambarimizning huzurlariga kirib, Allohning rasuli bitta savolim bor dedilar. Nima savol? Xo'jayinning xizmatini mardikor ado etsa, o'sha mardikorni rozi qilish kerakmi? Albatta rozi qilish kerak. Men Fors mamlakatidan kelib, islomni qabul qilib, ko'p g'azotlarda qatnashdim, qatorizda turdim. Endi meni xizmatim nihoyasiga yetdi. Meni rozi qiling deganlarda nima bilan rozi bo'lasan dedilar. Dunyoning zebi ziynati kerakmi? Javohirlari kerakmi? Yo'q, menga boylik kerak emas. Qadr kechasini qachon bo'lishini aniq etsangiz, men rozi bo'lib ketaman dedilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, Qadr kechasini savobidan umidvor bo'lsang, Ramazonning 3-10 kunligidan qidir dedilar. Juft kunlardanmi, tog' kunlardanmi deganlarda tog' kunlardan degan ekanlar.
Mana shu 3-10 kunlik Rasululloh ibodatlarga juda ham qattiq rivoj bergan paytlari bo'lar ekan. Huzurlariga Jibril alayhissalom kelib Qur'onni o'qib berar ekanlar. Sahobatlar juda ham jo'sh urar ekan. Endi tog' kunlardan 21-kecha ham Qadr kechasi. Mana bugungi 23-kechamiz ham Qadr kechasi bo'ladi. 25-kechamiz ham Qadr kechasi, 27-kechamiz ham Qadr kechasi. 29-kecha ham Qadr kechasi. Endi ulamolarimiz shunday ta'kid qiladiki, bir yili 21-kechada o'tishlari mumkin Qadr kechasi. Bir yili 25da uni Alloh bandasidan sir tutgan. Endi Qadr kechasining alomati bor. Uni alomatlaridan bittasi quyosh nursiz chiqar ekan. Farishtalar yer bilan osmonning o'rtasida chiqib tushib quyoshning nurini to'sar ekan. Ikkinchisi daryolarni sho'r suvlari chuchuk holatga kelar ekan. Uchinchi alomati daraxtlar egilib ta'zim qilib turadi deydi. To'rtinchi alomati o'sha kuni sakinat kechasi bo'lar ekan, xotirjamlik bo'lar ekan. Azroil alayhissalom hech kimni jonini olmas ekanlar. Falon joyda yer yutdi, zilzila bo'ldi, suv toshdi degan gaplar bo'lmas ekan. O'sha kuni tinchlik bilan o'tar ekan. Qadr kechasining alomatlaridan bittasi ekan. Va shu bilan birgalikda Jibril alayhissalom Qadr kechasida Allohning toatida bo'lgan, ibodatida bo'lgan odamlar bilan kelib ko'rishar ekanlar. Shunda sahobalar Allohning rasuli u zot farishta bo'lsa, biz bilan ko'rishganlarni qayerdan bilamiz? Jibril alayhissalom ko'zga ko'rinmaydilar-ku deganlarda Rasululloh aytdilarki, o'sha kuni odamning ko'ziga yosh quyilib kelar ekan. Birov xafa qilmagan, bir narsadan siqilmagansiz, lekin yig'lab turasiz, ko'zingizdan yosh oqib turadi. Bir narsadan o'pkangiz to'lib turadi, Xudo ko'zingizga bir yosh beradi. Qalbing erib turadi, ko'zingdan yosh oqib turadi. Agar shu holatda o'zingda sezsang, Jibril alayhissalomni ko'rishganlarning alomati shudir. Mana shunaqangi bir holat bo'lar ekan. Endi Qadr kechasi to'g'risida odamlarimizda noto'g'ri bir tasavvur bo'ldiki, Qadr kechasi bu ziyofat kechasi emas. Qadr kechasi ibodat kechasi. Masjidlarda yig'ilish odat bo'lgan edi. Qarindoshlarning xonadonida 100 talab, 200 talab odamlar yig'ilardi. O'zimiz borib amri ma'ruf qilgan paytlarimiz bo'lgan. Qo'ylar so'yilardi. Bir-ikki suhbat bo'lardi, namoz o'qilardi. Shundan keyin dunyoning gapi boshlanib ketardi. Xuddi gapdan, oddiy gapdan ortiq farqi qolmasdi. Eng yaxshi tavsiya sizlarga, sinfdoshlar, og'aynilar. Qadr kechasi eng yaxshisi o'zingizlarning xonadoningizda o'tiringlar. O'sha kuni farzandlaringizning haqqiga duo qilinglar. 50 yurtda haqqiga duo qilinglar. Biz ham bilan o'sha bolalikni beg'ubor kunlarni birga o'tkazib, hozir qatorimizdan o'tib ketgan ulfatlarimiz, sinfdoshlarimizni bir esga olinglar. Ko'pinglar mana Qur'ondan xabaringlar bor, Qur'onni xatm qilish darajasiga yetganlar bor. Qodir bo'lgancha Qur'onni o'qib, agar Qur'onni o'qolmasak, o'zimizning tilimizda tafsirlar chiqqan tafsirlarni o'qib, o'sha kuni ibodat qilishlik. Hazrati Oysha onamiz Rasulullohdan so'ragan ekanlarki, Allohning rasuli Qadr kechasi nima deb duo qilaman deganlarda Rasululloh aytdilarki, Qadr kechasiga yetgan odamning eng yaxshi duosi, Parvardigor, sen kechiradigan zotsan. Sen kechirimli zotsan. Meni endi o'zing kechirgin. Xatolarimni kechirgin deb, afv etgin deb, ana shu mazmundagi duoni qilish. Arabiy matnida ham qilsa bo'ladi. O'zimizning tilimizda ham shu duoni qilib, o'tganlarning haqqiga duo qilib, eslab o'tish bu maqsadga muvofiq bo'lgan chiroyli amallardan bittasi. Xonadoningga mehmon kelsa, bir oy oldin harakat qilamiz, xonadonlarni tozalaymiz, nazofat qilamiz. O'sha kuni farishtalar dunyodan mana shu yerga tushadigan paytlari, osmondan yerga tushadigan paytlari. Farishtalar mehmon bo'ladi xonadonlarimizga. Yer yuzida joy qolmaydi. Inson ko'zi bilan ko'ra olmas ekan, hattoki okeanlarga ham tushar ekan. O'sha farishtalar mehmon bo'ladigan kun. Ikkinchi nomi Qadr kechasini, ikkinchi nomi Qadar kechasi. Qadar kechasida kelasi Laylatul Qadr kechasigacha taqdirimiz bitilar ekan. Nimalar bor? Kim tug'iladi, kim dunyodan ketadi? Kimni Xudo baxtini beradi? Kimni boshiga sinovlar keladi? Kimni xonadonda chaqaloqlar tug'iladi? Kimnikidan kimlar ketadi? Qanaqa boshimizga keladigan sinoatlar bor?
farishtalar yozib yer yuziga olib tushar ekan. Shuning uchun o'sha Qadr kechasida Qadar kechasi deyiladi ikkinchi nomi. Birinchi nomi qadrli kecha, qadri ulug' bo'lgan kecha. Hayrun min alf shahr deydi Alloh kalomida. 1000 oydan afzal bo'lgan kecha. 1000 oy, ya'ni 83 yil to'g'ri oy deganda 1000 oyning yuzini ko'radi inson deydi. Endi mana shu 1000 oy ibodat qilib 83 yillik ibodatni savobini topolmagan odam Xudo beraman desa ajab emas, bir kechada topish mumkin ekan. Qadr kechasida shuning uchun ibodat bilan o'tirishlik, chiroyli suratda farzandlarni el yurtda duo qilib o'tirishlik, ana shu dasturxonda o'tirgan paytimiz, to'kinlikning ustida o'tirganimizda non ushoq terib yurgan mamlakatlar bor hozir. Qon to'kilyapti. Bombalarni tagida o'layotgan odamlar bor. Bir-biridan nonga zor bo'layotgan odamlar bor. Oilasi bilan qirilib ketayotgan musulmonlarning to'kilayotgan qoni bor. Shularni ham haqqiga duo qilinglar. Qadr kechasida ko'pchilikning qilgan duosi qabul bo'ladi. O'sha kuni Alloh nasib etsa, yurtimizdagi jami 1700 ta masjidda xatm Qur'on bo'ladi. Ukalarimiz Turkiyadan kelishdi. Qoraka biz aylandik. Har qadamda masjid, azonlar aytilyapti. Ramazonning shukuhi yaxshi, lekin xatm bo'layotgan joyni ko'rganimiz yo'q. Tezda qisqa muddatda tarovih o'qilyapti, shu bilan masjidlarning eshigi yopilyapti. Lekin shukr qilsak bo'lar ekan, 1700 ta masjidda hozir namoz o'qilyapti. O'sha bolaligimizni eslaylar, 71-72-yillar ikkita jomi bo'lgan. Bittasi Mirza Yusuf Odamzodga masjid, ikkinchisi Yunusoboddagi jomi. Hammamiz o'sha yoqqa chiqardik. Hozir Yunusobod tumanining o'zida 13 ta masjid bor. Agar adashmasam, hammasida xatm bo'lyapti. Qorilar topolmadik. Mustaqillikka erishgan paytimiz Misrdan qorilar keldi bizning masjidimizga. Turkiyadan qorilar keldi. Bu o'lib ketgan qorilarning o'rnini to'ldiradigan qorilar kelarmikin deb orzu qilishdi. Mana hozir bolalarimiz tengi, nabiramiz tengi bolalar xatmga o'tishyapti. Men bir narsadan dilim og'rigan joyi shuki, 114 ta sura. Ming oyatni qalbiga joylaydi. Mehrobga chiqadi. Mehrob harb maydoni. Shayton bilan jihad bo'ladi. Orqada turgan odamlarning oldida har xil odamlar bor, ko'zi bor, har xil nazar, nafas bor. Adashib qoldimmi, sekin o'qidimmi, ko'p o'qidimmi, baland o'qidi, past o'qidi degan gaplarni eshitibman. Shu gapirayotgan odamlarning qo'liga mikrofon bersang, ikki og'iz gapni gapira olmaydi. O'zimizni ona tilimizda gapirgin desang, gapida adashadi. Shuning uchun duo qilish kerak bu bolalarga. Qaysi bir qorini Alloh qori qilib qalbiga Qur'onni yuqtirsa, oldin uni qalbini tozalab turib, keyin kalomini yuqtirar ekan. 114 ta surani yoddan o'qib berish, mana qorilarda qatnashyapti, turibmiz. Shunda turganning o'zida odamlar jismoniy charchayapti. Ular ikki tomonlama ham ruhiy charchaydi, ham jismoniy charchaydi. Soatlar tik oyoqda turib Allohning kalomini xatm qilishyapti. Ilohim shu xatm Qur'onlarning savobidan, barakotidan, muborak Ramazon oyidagi iftorliklarning barakotidan yer yuzida Alloh tinchlikni barqaror qilsin. Mahallamiz obod bo'lsin. Sizlar bilan bolaligimizni beg'ubor kunlar o'tdi. Yoshligimiz o'tdi. Og'ayni ulfat deganda birinchi sizlarni ko'rdik. Ana undan keyin harbiy xizmat, oliy o'quv yurtlarida oshna og'ayni orttirdik. Qancha ulfatimiz bo'lsa ham shaharda, qancha do'stlar bo'lsa ham, lekin sizlarning oldingizga tusha olmaydi. O'sha birinchi sinfdan boshlangan do'stlik, bog'chadan boshlangan do'stlikni shuuri boshqacha bo'ladi, uni gashti boshqacha bo'ladi. O'tib ketgan og'aynilarimizni Alloh rahmat qilsin. Ergashjon bugungi iftorlik dasturxonini Alloh dargohiga qabul etsin. Xatorimizdan xato bo'lmaylik. Bir paytlar qop-qora bo'lgan sochlar bugun oqardi. Ko'zdan nurlar ketayotgan payt, yoshlik orqaga chekingan davrlarga keldik. Shu kunlarga yetkazganiga Alloh shukr qilamiz. Kelasi iftorlarga ham xatorimizdan xato bo'lmasdan sog' salomat, tinch omonlikda yetib, uzoq yillar davomida sizlar bilan diydor ko'rishib, Allohning ne'matlarini atrofida o'tirishni nasib etsin.